Yegen aşım aş emez, yegen aşım aş emez. Sana telmürgen közdün, kanlar aktı yaş emez, kanlar aktı yaş emez. Yot eldeki altını men üçündür taş emez. Bu derdimni anlatıp salam denla vatenge, salam denla vatenge. Baraydı sem yol jırak, he digende kitelmey, he digende kitelmey. Serdap bulup yürümen, buradan jütelmey, buradan jütelmey. Aşkın boldu namımı, men çegirdin ötelme. Şundak sersan jürüydü, balandan la vatenge, balandan la vatenge. Vatan digen ığızga toymay toymay karayme, bayrak kan kolani suyup suyup yalayme. Bayrak kan kolani suyup suyup yalayme. Vatanimin hidini toymayı toymayı purayme. Oğlum bugün dedinde sarangdan la vatenge, sarangdan la vatenge. Oğlum bugün dediğinde sarangdan la vatenge, sarangdan la vatenge.
Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom olish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Saddikinning ichiga tiqvatgan edi. Assalamualaikum. Talas forumumuzdan 5. sonuna hoş geldiniz. Bugünkü aziz mehmanimiz Sharq Turkiston ishlar guruhining quruvchisi Muhammad nasib bo'lib hoş geldiniz. Assalomu alaykum. Rahmat. Xo'sh bulduk. Hozir ekran kelganingizga xush bo'ldik. Qarindoshlar, bugünkü asosiy temamiz, suhbat temamiz aktivizm, siyaset, strateji. Ama malum muazzafga qarindoshlar buni arayanlarlik va bu üç namniki atalığının bir qanday xizmat qilganlik to'g'risida usullar kelgan bo'ldik. Shuning uchun bugun bu temani biz asosiy qilib suhbat etmoqchidik. Hurmatli Musobaqa efendim, Dilya Musobaqa efendim. Sizden so'raydigan birinchi savolim bunday suhbatni boshlaylik. Aktivizm degan nima? Siyaset degan nima? Strategiya degan nima? Bu shunga to'g'ri bizga tushuntirgan bo'lsangiz. Buldu rahmet. Bugün riyasetçilikni siz qilg'ashqa biraz programning yana bir riyasetchisini ziyorat qilg'ashqa biz bir normaldek his qilyapti. Bugün shu muhaciratning kun tartibining ehtiyoji bilan shu temani so'zlashdik. Aldi bilan sizga rahmat. Savolingizga kelsak, ya'ni strategiya degan nima? Siyaset degan nima? Aktivizm degan nima? Aldı bilen strategiyani bek başına ağrıtmasdan, nazariyalarning ichiga bek kirkatmasdan, strategiya to'g'risida bir qisqachalam bir qancha jumla bilan tushuntirish berishga tirishay. Aldı bilen strategiya deganimiz qadimgi Yunonchada strategos, ya'ni general degan gap bu. Qadimgi Yunonchada strategos degan bu so'zdan kelgan. Yani burunqi zamanlarda bu urushda ishiltilgan narsa bo'lganligi uchun strategos, yani generallik degan so'zdan, yani urushni qanday qilib g'alaba qilamiz, qaysi qo'shinlarni qayerga o'rinlashtiramiz, hujum qanday qilamiz, chekinganni qanday qilamiz degan harbiy jang tajribalaridan kelgan. Va u vaqtlardagi ma'nosi shu jangni yengishni asos qilgan bir yo'l deb ishlatilgan bir ishida. Keyincha bu uzun yillar, hatta ming yillar shunda ishlatilgandan keyin, hatta bu yerda yana bir deyish kerak, shu eng burunqi strategiya kitobini yozib chiqqan odam shu Sunzining urush san'ati yoki 36 tadbir var bu. Shuni dunyodagi eng ko'na urush to'g'risidagi strategiya kitobi deb qarashga bo'ldi. Ondan keyin Mag'ribda yozilgan ba'zi kitoblar bor. Uni gapni qisqarsak, ya'ni bu faylasuflarni adam sanashni men ancha yaxshi ko'rmayman shu ekranlarda. Oxirsida bir nima davri, to'xtagan davri, bu nimaning Prussia deydigan Prussiyaning, ya'ni Germaniya birlashishdan burunqi Prussiya davlatining yoki imperatorligining generali bo'lgan Karl von Clausewitz degan adam bor. Bu adam shu klassik strategiyani, urush vaqtidagi strategiyani eng oxirgi bir yig'inchoqlagan adam deb qarsak bo'ldi. Bu Napoleon urush vaqtida yashagan adam bu. Uningdan keyinlar Napoleon urushidan keyinlar bu nimaga Birinchi dunyo urushlariga kelgan vaqtida bu strategiya hozirgi zamonning olig'iga o'tib ketdi. Ya'ni yolg'iz urushlar emas, balki uningga bundaq ta'minot, iqtisod, xalqning ahvoli, davlatning boshqa kuchlari, siyosiy muqimlik, davlat ichidagi xalqning o urushni qo'llash qanchalik degandek nurg'un narsalar qo'shilib, birinchi va ikkinchi dunyo urushi, ya'ni dunyo zamonaviylashgandan keyin bu yangi bir turi tusga kirib, bugungi holiga keldi hamda ikkinchi dunyo urushidan keyin. Shuning uchun bugun hamda bu strategiya degan narsa urushdan chiqib, iqtisodning ichidami, biznesdami, hatta tijoratdami nurg'un sohalarda ishlatiladigan bir narsa bo'ldi.
Ama strategiyanın en asas bir cümle bilen xulosalab bu nima narsa deydigan bo'lsa, strategiya degan barliq ba imkonlardan foydalanib, keladigan tehditlardan qaşqan asasda, yoki ularda avaylab o'tgan asasda en az kuch bilan, en az energiya bilan en jiq natija ilish san'ati bu strategiya bo'ladi. Endi strategiya degan işte hozirgi masalan dünyanın ground strategy deydigan narsalar chiqyapti hozir. Yani cho'ng dunyo xarakterlik ishga bo'lingan shakllik ya bir qancha bo'lingan shakllik shu iqtisoddan tortib, havo kilometrdan tortib hamma narsani analiz qilib, qarshi tarafga qarata ustunlik egallashda ishiltiladigan bir qo'ral bo'lib qoldi. Endi siyoset bo'lsa, siyoset deganimiz umumiy yana Grekcha qadimki Yunonchadagi politika degan so'zdan kelgan. Bu Aristotelning kitobi bor bu to'g'risida. Endi o Aristotelning dastlabki siyoset degan narsani tushundirgan vaqtida politika degani bu bir shaharning xalqini boshqarish, chiqarilgan qonunlar va shaharning xalqning qanday qilib itoat qilishi, undan keyin xalqning turmushini yaxshilash uchun qo'llanilgan bir vosita degan shaklda bu yana o'xshash Yunan tilida tunji bo'lib tilga ilingan politika degan gap bilan. Ondan keyingi davrlarda bekchiq odamlar bunga boshqatdi. Bu g'arbda nurg'un faylasuflar chiqdi 18-19 asrda buni to'liqlagan. Ama mening uni jiqadam izdisi topalaydi g'arbda Kant nim dedi, Jean-Jacques Rousseau nim dedi, Voltaire nim dedi deganlarni. Ama mening bu yerda deydiganim, mening alay tilga oldiganim Ibn Haldun, ya'ni 15-asrda yashagan musulmon mutafakkur, faylasuf. Ibn Haldunning bu siyoset to'g'risidagi qarashlari biroz o'zgacha, ya'ni bugungi liberalizmni eslatadi. Ya'ni liberalizmning dadisi Ibn Haldunmi degandekmi bir savol chiqarib qo'ydi. Chunki Ibn Haldun deydi, davlat qanchajiq bosh qo'ygan sari, davlat qanchajiq qonun chiqarib xalqini boshqaravergan sari, bu davlat amaliyotda ojizlab cho'kidi. Xalqni amalva jiq qonun bilan emas, jiq undaq boshqarishlar bilan emas, inson tabiatiga uygun şekilde boshqarsa amaliyotda g'alaba qildi deydi. Bu bugungi liberalizmning yuragi ya'ni. Shuning uchun Ibn Haldun bu siyoset to'g'risidagi bu qarashini bir tilga ilishga arziydi deb qarayman. Onundan keyin nima bor? Boshqa siyosiy asarlar, siyoset to'g'risida asarlarmi yozildi. Masalan, yana bir ko'p kishilarning anglagan bo'lishi mumkin, ya bilishi mumkin. Selçuklu devleti vaqtida Nizami Mülk, Selçukluning vaziri Nizami Mülkning siyosetnoma deb maxsus kitobi bor. Bu kitobi bugungi Uyg'ur tiligimi, bizning tilimizga tarjim qilindi. U shu klassik siyoset tushunchalari. Undan keyin bu siyosetmi shu Birinchi dunyo urushidan keyin va Ikkinchi dunyo urushidan keyin bu taraqqiy qildi va bugun rasmiy bir ilm holiga keldi. Bu political science deydi, siyoset ilmi deb. Bu mu? Yani o'xshash, yani abiyam strategiya qanday qilib shart-sharoitlardan foydalangan asosda xatarlarni, tahdidlarni aylanib o'tgan, undan avaylab o'tgan asosda eng az energiya bilan jiq natija ilishni asos qilgan bo'lsa, bugunmi siyoset degan narsaniki bir jumlali yig'incha qilsak buni, siyosetning maqsadi xalqning turmushini yaxshilash. Bunun Aristotel'dan başlap çıqqandan tortib hozirgacha bunun nassi şu asas prinsipi. Ama dünyadaki umumyüzlük siyasetçilerdeki chiriklashish, siyosetga xalqning ishonmaydigan bo'lish, poraxo'rlik degandek ishlar bilan bu siyoset degan narsa nihoyatda nimaga uchirdi hozir. Belki qizg'in qarshilanmaydi. Ama bu yerda ismini unutdim. Dictators Handbook degan kitobda Abdur'un ismini unutib qoldim. Bu yerda bek yaxshi cümle deydi bu to'g'riliq. Ya'ni siyosetchilar siz birga o'tirib kechki tomoq yeyishni xohlamaydigan, ammo ular bo'lmasa sizning yeydigan kechki tomoqingiz bo'lmaydigan odamlardir deydi. Ya'ni siyosetchilardan hammadan nafratlanadi hozir, ammo u siyosetchilar bo'lmasa bugungi sistem bo'lmaydi, bugungi insonlarning hayoti, yasham bu düzen, ya'ni bu sistema tartib bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda ham yana bir narsani alohida eskartib qo'yish kerak. Uyg'ur tilida siyoset degan so'z to'g'risida politics bilan bugungi inglizchadagi politics bilan policy'ni o'xshash siyoset deb tarjim qilamiz. Masalan, politics deganni siyoset deymiz,
policy mesela foreign policy deganni yana tashqi siyosat deb tarjima qilamiz. Amaliyotda politics bilan policy ayrim ikki narsa. Politics degan bizning tilimizdagi siyosat shu, ammo policy degan ma'lum bir nishonga yetish uchun tuzib chiqilgan kichik qoidalar. Masalan, transfer policy, company policy deydigan nurg'un narsalar bor. Bularning hammasi biz Uyg'urchada shirkat siyosati deb tarjima qilib oldi bizninkilar. Amaliyotda policy bilan politics ayrim. Hamda aktivizm bo'lsa, aktivizm butunlay zamonaviy modernizationdan keyin chiqqan bir narsa bu. Ya'ni bu xalqni nimaga qatnashtirish siyosiy jarayonga. Shuning uchun aktivizm bu avish ikisida qandaq bir ilm nim bo'lmasmi, ammo yaqindan yaqin tadqiq qilgan, qanday qilib inqilobni g'alaba qilib bo'ldi deydigan temlarda jiq tadqiqotlarni qilyapti. Shuning uchun bu uchining hamda ayrim bo'lgan ekan, eng oxirida xulosalab o'tay, balkim savollaringizdan chiqadi bu. Uchining munosabati nima deganda, strategiya eng asosliq butun hamma narsani belgilab turadigan yo'l xaritasi bo'ldi. Siyosat bo'lsa, shu yo'l xaritasi bo'yicha maqsadga yetish uchun tuzib chiqilgan kichik qoidalar bo'ldi. Aktivizm bo'lsa, shu siyosiy yoki strategik nishonga yetish uchun tuzib chiqilgan siyosatlarni amaliylashtirish uchun ilib boradigan bir xalq harakati yoki bo'lmasa bu aktivizmning ichiga lobbichilik kiradi amaliyotda. Bu shu siyosat uchun xizmat qiladigan eng tövendeki piramidaning eng tövendeki bir endiza deyli. Unda tushunish yo'li strategiyani biz yo'l xaritasiga planda tushunsak, siyosatni shu qoidasi, shu strategiya uchun xizmat qilgan, aktivizmda bo'lsa, shu strategiyani amalga oshiradigan harakat deb tushunsak bo'lgan. Biz aktivizm bo'lsa, shu siyosatning doirasida turgan qoidalarni ishlatgan holda harakat deb tushunsak bo'lgan. Shu tushunsak to'g'rilanmi? Onunğa yana bir kamqa g'ayir borki, ya'ni aktivizm siyosatga xizmat qilish kerak. Siyosat strategiyaga xizmat qilish kerak. Siyosatga xizmat qilmagan aktivizmning hech qanday foydasi bo'lmaydi, rol olmaydi. Bunda bo'lsa, hozir biz o'zimiz ko'ryapmiz, Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi bo'lsin yo boshqa kishilik da'vosi bo'lsin, aktivizm shaklida yoki bo'lmasa kampaniya shaklida ko'paytirib beryapmiz. Biz zaten shu aktivizm hozir belgilab beryapgan harakatlarning bir siyosat uchun yo strategiya uchun xizmat qilmayotganini biz aniq ko'ramayapmiz. Bo'lsin, shu to'g'ri bir ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz, aktivizm siyosat strategiyaniki bizning muayyatki davoyimizda o'ynaydigan bo'ladi. Buni qanday deb o'ylaysiz? Aktivizmning abay deganimdek, aktivizm siyosatga xizmat qilish kerak. Sharq Turkistonliklar kurishida mundaq bir narsa bor. Amaliy harakat deydigan bir ish bor. Bu amaliy harakat degan narsaning nima foydasi bo'ldi, biz nima natija oldik deganni hisoblaydigan ish yo'q. Ya'ni mundaq o'ylaylik, abiyam dedik, strategiya degan bir urushdagi narsa dedik deyli, urushni g'alaba qilishning bir nimasi san'ati dedik. Masalan, bir askarlar bor, bu askarlar aktivistlar desak, eng ustidagi general strategiyachi desak, har bir askarlarning beshlik qo'mondonlar siyosatchi desak, askarlar aktivist bo'ldi bu yerda. Bu aktivistlar, ya'ni askarlar ustidagi strategiya nima? Qachon chekinimiz, qachon hujum qilamiz, qachon qanday qo'rshavga olamiz, hech nimadan xabari yo'q. Vurrat olib qalqon bilan qilishni ko'tarib allaqalla qilib chiqarsa, u urushda futurib qo'ydi. Shuning uchun bu aktivizm shunga o'xshash narsa. Aktivizm siyosatga xizmat qilish kerak. Agarda uningga siyosat strategiyaga xizmat qilish kerak. Bir tuzilgan bir strategiya bo'lmasa, bir tuzilgan bir o strategiyani amaliylashtirish uchun tuzib chiqilgan siyosatlar bo'lmasa, o aktivizmning hech qanday foydasi bo'lmaydi, hech qanday rol olmaydi. Shunga bizning Sharq Turkistonliklarning 70 yilning yog'i cho'gilab qirdan oshanmasligining sababi shu. Amaliy ish qilyapmiz deb qalqon bilan qilishni ko'tarib vurrat olib chiqayotgan askarga o'xshaydi. Ammo bu keyniga qarab, "Ey qo'mondan, bizning strategiya nima? Qachon hujumga o'tamiz, qachon to'xtaymiz, qachon qorshaymiz" deydigan narsa bo'lmaganligi uchun bir
stratejilik oylash ve stratejichilar bilan siyosatchilar ve siyosatchilar bilan aktivistlar bir-birisi bilan aloqada bo'lmaganligi uchun hech qanday natija olmaymiz. Qalqon bil qilishda o'zimizni yeritib ketayotgan bir askarlarga o'xshaymiz amaliyotda. Bunda bu necha yildan tayyorlanib aktivizm alaydi. Aktivizm qarshi emas. Masalan, namoyishchilar aktivizmga tushadi. Lobbichiliklar aktivizmga tushadi. Kuzatishingizda bo'ladi, masalan, siz aktivizm orqali qolmaydi, doiramizni siyosat darajasiga ko'taraylik deyapsiz. Boshqa narsaga farqli bir tushungan bo'lsa, aktivizm bir misol, abadiy misol etgan bo'lsa, siyosat bir abadiy misol etgan bo'lsa. Ya'ni demoqchi bo'lganim shu hozirgi degan nimalarga o'xshash, hozir deganimga, ya'ni aktivizmning beshi bo'lish kerak, beshi yo'li qo'sig'i yo'q, havoda ketayotgan ikki putdek ish qilyapmiz-ku. Masalan, aktivizm qilmaymiz, bu narsani yo'qdimiz emas. Aktivizm bir siyosat uchun xizmat qilish kerak, shu siyosat tuzilishi kerak. Siyosatni shakllantirsa, hozir qilayotgan ishdan foydalidir. Masalan, bu yana desak yana shu o'xshashning bo'ldi. Amaliyotda bu muhojiratdagi eng uzun, eng keng ko'lamli namoyishni biz qildik. Uni shaxsan o namoyishning planini nima uchun, qanday qilamiz, nima uchun qilamiz va buning qanday natija olamiz degan narsalarni o planni yozgandim men. Bu yerda o planni yozib, o namoyishni qilishdiki, yana qarindoshlar hammasida Alloh rozi bo'lsin, nurg'un tashkilotlar qatnashdi dunyodan. Bu yerdagi mening maqsadim shu edi. Qaranglar, eğer 10. ayının 1. günü, yakımız 7. ayının 5. günü uğrat olup qalqon bil qilishni ko'tarib chiqib vaqagandan ritmlik, tertiplik, hammamiz bir niyatda shu o'xshash shuar bilan mandaq tuqilsak, manda tertiplik namoyish qilsak, buningdan bir natija olib bo'ldi degan narsani xalqimizga bir ulgu ko'rsatish, bir namoyanda ko'rsatish edi maqsadim. Ammo bu bizda yani bunu tushunmaydiganda, bunday ishlarni bizda bunday ishlarni tushunmaydiganda ko'pincha odamlar. Yani hozirgacha biz bir namoyish qilib nima natija topdik. Volkswagen namoyishi qatnashganlar hammasi deydi. Shu Amerika Bostondagi Maysam xonimdan tortib, Yevropadagi qarindoshlardan tortib hammasi bizga degan gapi nima? Bu namoyish boshqa burunqi qoldirimizga o'xshamadi dedi. Bu namoyishda başqalar bo'lgan ta'siri ham rasmiy bir adam malag'il kelgan adam keyni burilib ketdiki, buningda shu amon natijasini ko'rdik emas dedi. Ya'ni namoyish qilish qilmaslik kerak emas, namoyish qilish kerak, natija og'il bo'lgan namoyishni planli holda, tartibli holda bir siyosiy nishonga xizmat qilgan asosda qilish kerak. Unda olsa hazır bir soru sorayım. Hazır siz siyaset tarafı kaydedir. Şu kaydelerin altında hareket eğitim her bir teşkilatın özü siyaset hikayetini teşkilatın kaydesi Sizning ovozingizz biroz kesilib ketdi. Savolni men anlaganimni bir takrorlab javob beray. Siyosatni bir qoida dedingiz. Unda bo'lsa har bir tashkilotning siyosati yoki o'zining qoidasi bo'ldi deb so'radingizmi? Bulamda deb so'radingizmi? O'zidagi dizaynersi bo'ldi, ishlash usuli va qoidasi bo'ldi. Shu siyosat bilan bo'lgan farqi. Ha, bu mundaq. Mundaqcha, bu nimaninki bo'yicha aytsak, bu g'arbning yoki bugungi dunyoning davlatchilik tushunchasi bo'yicha aytsak, nizomnoma degan siyosatdan bakra qonunga o'xshaydi, bir davlatning qonuniga. Nizomnoma qonun, ya'ni qaysi ishni qanday qildi, qaysi ishga kim mas'ul, kim xatolik o'tkazsa qanday jazo yeydi degan narsalar bu qonun. Ama teşkilatınki biz birinci qadamda ma'ni qilamiz, ikkinchi qadamda ma'ni qilamiz, uchinchi qadamda ma'ni qilamiz. Bu orqali miyaga yetimiz. Bu jarayonda qilishga bo'lmaydigan ishlar shular. Masalan, buni konkret misol bersak, masalan bir tashkilot dedi deyli. Biz Xitoy demokratlari Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qo'llayman demagicha biz ularni ko'rishmaymiz degan gapning o'zi bu jumla bir siyoset. Bu siyoset, bir tuzum. Ama bu bir siyaset. Bu yani siyaset dedim politics emas, policy. Uyg'urcha kesin siyaset deydimiz mi? Mana bu siyaset oldu.
Shuning uchun bir tashkilotningki qo'ygan mushta harakatga nishon qarab ketayotgan jarayondagi qo'ygan mushundaq tuzumlarini policy deydi. Nimada? Inglizchada. Ammo nizomnomidagi narsalar u qonuni bo'la oladi. Bir tashkilotning o'zining asos qonunidek, bir davlatning qonunidek rol o'ynay oladi nima? Nizomnoma. Bundan bo'lsa, aktivizm siyosatga xizmat qilishini asosiy shartida mustaqil da'vosi ustida to'xtaldi. Aktivizm siyosatga xizmat qilishni siyosatning strategik naqd shartida Ovozingiz kesilyapti, biraz signalda masala bor. Ama ben sualınızda anlayaladım. Siz dibine mikrofonu almıştırıp ne kupassanız belki yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bu Wi-Fi bo'lganda chat açık ki. Yani aktivizmni siyosatga, siyosatni strategiyaga xizmat qildirish uchun bu astidan ustiga emas, avval ustidan astiga kelgan narsa bor. Oldi bilan birinchi savol, bizning Sharq Turkistonni mustaqil qiladigan strategiyamiz nima? Qanday bir strategiyamiz var? Bu hamda cho'ng masala. Ya'ni bizning strategiyamizda biz Sharq Turkistonni mustaqil qilamiz, manda yo'l mansak biz mustaqil qilamiz deb tuzilgan bir narsa bormi? Hozirgacha nurg'un yig'inlar qatnashdim men tashkilotlarning. Asosli mundaq namoyish vaqti hamkorlashamdik yoki mundaq yig'in vaqti hamkorlashamdik degandek narsalar, yig'inlar, so'zlashilayotgan narsalar. Ama bizga ma'ni, ya'ni agarda bir qancha tashkilotlar birga kelsak, 10-15 tashkilot yoki 20 tashkilot birga kelsak, so'raladigan savol birla. Sharq Turkistonni qanday qilib mustaqil qilamiz? Buningdagi strategik yo'l nima? Biz uchun asli so'raladigan narsa mana bu. Şuna bu savol so'ralmay turib, hammaylar o'zining bilginicha, o'zining nimasi bo'yicha o'z bilgan yo'lga ketaverdi ama hech qanday bir yig'in zalida, hech qanday bir o'rinda men Sharq Turkistonni qanday mustaqil qilamiz degan savolning talash tortish bo'lganini ko'rmadim. Bu yani demek strategiya yo'q. Hozir biz Avazınızı qat'iy anlayamadım avazınızdan. Belki signallar çar bo'lgan bo'lishi mumkin. Yani qarindoshlar, men buni biraz tushuncha bergashtiray. Yani demoqchi bo'lganimiz Sharqiy Turkistonliklarning mustaqil qilamiz, biz vatanimizni mustaqil qilamiz degan strategiyasi bo'lmay turib, ne biz siyosat tuzalaymiz, ne qilgan aktivizmimizdan bir natija ola olamiz. Bu ishkelisi bo'lmaydi, ahmaydi ishkelisi. Shuning uchun oldi bilan bir yerga yig'ilsak va yoki bir yerda o'tirsak, bizning so'raydigan savolimiz strategiya nede? Eng yaxshi bu ishlarni qiladigan, masalan biz eng hurmatlaydigan, eng ishonadigan odamlardan bizning so'raydigan savolimiz Sharqiy Turkistonni mustaqil qiladigan strategiyaring bormi? Buni so'rash kerak asli savol. O strategiya bo'lgandan keyin uningga qarata siyosatlarni qanday tuzamiz? Masalan, abay men bergan misol bor. Xitoylar mustaqillik demasa, Sharq Turkiston mustaqillik qo'llaymiz demasa, biz uning bilan ko'rishmaymiz degan narsa bir siyosat. Uningdagi yana tashqi siyosatda tuzilgan siyosatlar va yana strategiyada. Masalan, eng oddiysi qancha tane tashkilot va yoki qancha tane tadqiqotchi, strategiyachi va yoki qanchasi Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kerak bo'lgan davlatlar ni bir turga ayırıp en mühim devletli mavu, ikinci derecedeki mühimli mavu, üçüncü derecedeki mühimli mavu diyen nersini tüzüp baktı. Mene davet kılım bu. Yani biz hiç kandak stratejik nimemiz yok.
hech qanday strategik angmi yo'q, tushunchimi yo'q holda ketyapmiz. Bu xil ahvolda shu o'tgan 70 yilni qo'yaylik, o'tgan 2017 dan tortib o'tgan 7 yilning ichida qilgan ishlarimizning natijasidan chiqmasligining sababi mana shu. Strategiya degan nima, siyosat degan nima, aktivizm degan nima, buni tushunmagan. Ya'ni ikki narsani qo'shib o'tib balkim Tumarsxonning internetdan chatoq chiqib o'xshaydi. Amaliyotda bu terimlar 5 qarindoshlar, 5. Strategiya, siyosat, nima? Plan, anadikin taktika. Bu 5 narsa, 5 dedim 4. Bu 4 narsa bir-birisidan farqlantirish kerak. Men buni bugun toza vaqt chiqib o'zim yolg'iz qolib qoldim. Shuning uchun buni biraz o'zimning strategiya, siyosat to'g'risida qanday azm qilganimni, qanday tushunganimni bu yerda bir so'zlab o'tishni to'g'ri ko'rdim. Siz bir futbol komandasining treneri bo'ling. Siz bir futbol komandasining treneri, sizni hozir Badoq futbol komandasiga kirdingiz. Bu komandaga sen mas'ul dedingiz. Unda bo'lgan vaqtida bu yerdagi futbol komandasini oldimizdagi yildagi maqsad nima? Oldimizdagi yildagi maqsad nimaga akirish? Ya'ni bu komandani chempion qilish. Agarda biz bu komandani chempion qilamiz desak, agar biz o'tirib boshdan oyoq bir nima tuzib chiqamiz, bir strategiya tuzib, yoki bo'lmasa bir boshdan oyoq yilning oxirigacha bir muncha narsalarni o'ylashib biz bir narsa tuzib chiqamiz. O tuzib chiqqan narsamiz nima bo'ladi? Masalan, buning ichida nimalar bo'ladi desak, birinchisi bu tuzib chiqqan narsamizning ichida, masalan, manda narsa bo'lishi mumkin. Oldimizdagi yillargacha biz kimlarni setib olamiz? Qaysi futbolchilarni setib o'tamiz? Degandek bir narsalarni tuzib chiqishimiz mumkin. Onun keynidan qaysi beklar, qaysi hujumchilar qayerda o'ynaydi degandek narsalarni tuzib chiqishimiz mumkin. Undan keyin qaysi futbolchini qachon dam olishimiz, qaysi futbolchi qachon o'ynaydi degan bir to'qay narsalarni yilning oxirigacha o'lishimiz mumkin va maqsadimiz mustaqillikni qabul qilgicha, mustaqillikni yoki bo'lmasa futbolning nimasida chempion bo'lgicha, bu nishon, strategik nishon. Bir yillik tuzgan narsamiz bu strategiya. Andaki siyaset ne oldu diye vaqtida siyaset palanchi futbolchi setib olganda 30 yoshdan yuqorilanmaymiz, 20 yoshdan tovanlanmaymiz degandek narsalarni tuzib chiqsa bu siyaset. Undan keyin har bir o'yinda masalan futbol musobaqasida bunda 4 odam chiqib, 3 odam chiqib bunda o'ynaymiz, agarda ya'ni hujum xarakterli o'ynaymiz yoki mudofaa o'ynaymiz desa bu plan. Undan keyin maydonga tizilish, 4 odam, 3 odam, 2 odam, 1 odam tizilish bu taktika. Shuning uchun qarshi tarafda agar bizning qilayotgan taktikamiz ishlamay qolsa, taktikani tez almashtira olamiz. Ammo o'yin planini bekchiq almashtira olmaymiz. Lekin siyosatmi, strategiya bo'sh tuzilib ketgachga unda oson o'zgartirib bo'lmaydi. Ya'ni ala qaraganda oson o'zgartirib bo'lmaydi, lekin siyosatni burab o'zgartirman desa o'zgardi. Shunga Erdo'g'anning bugun chiqib degan narsani aytib chiqib qara deyishining sababi shu siyosatni, ya'ni 180 gradus burug'ini. Şu ama stratejiyani undaq asan o'zgartib nimqilib bo'lmaydi. Shunga yig'ib aytganda futbol musobaqasida chempion bo'lish yo'li aşı bir strategiya va uning siyosat hamma narsaga aşı bir futbolni tatbiqliqli bo'ladi. Qaran Tumarsxonim qaytib kirgan o'xshaydi. Qaytib tekrar hazır texnika qilishlarga. Biliyorum tabii hazır ben sizinki akıl dediğin cümlelerini yazdım. Aşık tutsan sakınma kadar kaldı biz bizim olan zenişleri yeni türlü etrafımız yeni bir strateji siyasi ve aktivizm düşünürken olur. Şarkı Türkistan'dan bir söylengen zemin diye yere gittik kirmedim. O yere o diğiniz aşu stratejik yolda ketivatqandaki bir basqoş. Şarkı Türkistan'dan müstakillığını itiraf qilish uchun bu bir basqoş, bu bir demek yetadigan bir nişan. Şarkı Türkistan müstakillığında biz besib o'tgan bir nişan, bir basqoş. Bu yerga yetish uchun mesela siyosatlar qanday tuzildi deseniz, birinchi bo'lib biz indigenous people demaymiz. Biz asalliq millat demaymiz. Ya'ni tashqi siyosatning tilini chiqaramiz oldida biz kim o? Bunu chiqargandan keyin undan keyin boshqa yerlarga borgan vaqtida Jongodagi asalliq millat yana birimi demaymiz. Bular siyosat demaymiz degan narsalar. Undan keyin nima deymiz? Undan keyin yana birisi bu yerga yetishdiki yana bir narsa nima deganda bizning o'zimizning tarix tezimiz bo'lishi kerak.
Biz haqiqiy bizga ispagan hikoyalarni ko'tarib yurib, bu mustaqillik kurish qilib bo'lmaydi. O'zimizning tarixchilari o'zimizning haqiqiy tezini chiqarish kerak. Hech kim rad qilinmaydigan, dunyodagi hech qanday akademik, hech qanday universitet rad qilinmaydigan tariximizni chiqargandan keyin biz shu yerdan chiqib tarixda davlat qurgan, manda ishg'ol oldik degan gapni deya olamiz. Va ya'ni ham akademik, ham siyosiy bu yerda qilish cheklanadigan ishlar va qilishimiz kerak bo'lgan ishlar va o'sha hamma tarafdan tan qo'rshab kelgandiki, unki namoyishlardimi nim deymiz hamda klassik bo'lib ketgan bir shuarlar emas, shu Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan zamin deb to'nilishiga foydali bo'lgan shuarlarni chiqarib, aktivistlarmi ustidagi siyosatga moslashish kerak. Uni qilamasa ishni qilib bo'lmaydi hech qanday ish. Undan olsa bizim muhalefet burada böyle kardeşler Türkistan'da özüne ait aciz, özümüz takılı bulamayımızdan ötürü Nurcan Hanım'ı o şeşke takılı değil. Ben onun kadar yapmayayım. Devletlerine yardımcısız bizim takılımızı erişemeyiz. Hem de müşterek ol aslında biz stratejini özümüz tutuşumuz gerekmiyor. Yardım olması devletler sizlerin stratejiye boşanmışımız gerekmiyor. Ruqiya xonimning o gapiga men qo'shilaman, chunki bizning jo'grafiyalik o'rnimiz sababidan bizga cho'qim birsi nima qilmasa, biz yamanmi uzun yillar dunyoning ham ideviy jihatdan ham texnologiya jihatdan dunyoning bekayında qoldik. Shuning uchun bizga o'zimiz Xitoy bilan urushib mustaqil bo'lishimiz degan oson narsa emas. Biz qila oladigan narsa emas hozirgi vaqtda. Shuning uchun bizga cho'qim bir cho'ng kuchlar yordam qilishi yoki bo'lmasa qo'llashi kerak. Bu deganlik bir cho'ng kuchlarning digini bo'yicha shuning adami bo'lib maqsaq bizga qilib berdi deganlik emas. Abay men deganimdek davlatlarni eng muhim davlatlar, undan ikkinchi darajalik muhim davlatlar, uchinchi darajalik deb bo'lgan vaqtimizda shu eng muhim davlatlarning manfaatini bilishimiz kerak. Bu davlatlarning manfaati Sharq Turkistonning mustaqilligiga uyg'un kelamdi, buni bilishimiz kerak. Men bugun bu yerda chiqarib qo'yay qarindoshlar. Amerika Qo'shma Shtatlar deydi, ama bu xato amaliyotda Amerika Birlashgan Davlatlar deyish kerak, to'g'ri tarjimasi. Amerikaning ulusal manfaati Xitoyning parchalanib Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi bilan parallel kelamda bir yo'lda maqamdi. Buni xalqaro munosabatlar tadqiqotchilari, strategiyachilar mushuningga nim deb qaraydi. Biz hozir hammasi xiyolda Amerika bizga davlat davlat qurib deb o'tiryapti. Amaliyotda Amerikaning ulusal manfaati, Amerikaning manfaatlari Sharq Turkistonning mustaqilligiga qanchalik bog'lishidir. Buni bir strategiyachilardan buni bir so'rash kerak oldida. Shu vaqtida lekin bizga bir davlat apparamdi yoki biz qanday qilamiz degan narsani bila olamiz. Hamda strategiyani bir sezib birish kerakmi deganda, biz strategiyani bir belgilab bergan ishda bunimizga yap bo'ldik. Sovetlardan bunimizga yap bo'ldik. Shuning uchun atning, jipning uchi, atning chulvurining uchi o'zimizdan qo'lda bo'lishi kerak. Plan o'zimizdan bo'lishi kerak, strategiya o'zimizdan bo'lishi kerak. Faqat boshqa davlatlar bilan o'rtaq manfaatni tepib chiqib, o'rtaq manfaatni kesishtirishimiz kerak. Hozirdan boshlab oldimizga kelgan davlatlarning chiqib quchqig'i o'tdasak, Ahmadjon Qosimovning davridagi Sovetga bo'lgan oshqi, Sovetga bo'lgan muhabbati nihoyat ichinishli natijani keltirgani biz qadimgi zamon tarixi emas, tunugungi tarix. Tarixdan natija chiqarish kerak. Bo'lmasa chatoq chiqadi. Aziz ma'lumotlarni e'zozingizdan avazini bo'lma. Abayqdan yaxshi, ammo takrorlanishpa. Tamam. Buna bir işizmi geldi. Şu devletler düzeylerden havaklılar, devletler düzeylerden kıyıda parvacı ergeçmişsin. Belki aşı devletlerden Xitay'dan münasebeti yok. Bu soruda kısadi münasebetini bir karış gerekene kalabalık. Çünkü ben Amerika'da yaşamışlığız. Şu inaklı normal Amerika'daki soruları harikalarıyla, şirketleri dayanışıklı kurulmuş. Azı kalatını sen Şarkırstan musakılmanı düzeyini verirsen, ulan kadar olur. Mesela Şarkırstan'ın kurulmuş şirketinden bir bakmanın ulanın ulaşımı koştuğu strateji kurulmuş.
Şunu qarab turibmiz, hozir Amerikani qaysi yo'nalishga yo'llaymiz deydi. Qaysi yo'nalishga deymiz. Bunu shu bizning shu Amerikani niyeti deymiz. Bunlarni qo'llayotgan desteklarning siyosiy sözler için çıkılmış. Çatıştan mustaqillik belki Xitoy ve demokratik mustaqillik kişilik mutluluğunu kırmakta olayım. Bu yüzden siz bir aktivizm siyaset stratejileri olsun, siz bir tekliflerden olsunuz. Aldı bilen Şərqi Türkistan körüşünü qollagan bir devlet tehi yok. Bizni qo'llayotsa bu bizni qo'llayotsa deydigan bir gap. Tehi Uyg'urlarni ya Şərqi Türkistan körüşünü qollagan birisi yok. Hazır texmi içini işqinim buldu degende bu Palestin'de buluvatkan meselenin xalqaro sotqa, adolat sotiga 40-yillik genosid deb kelishi bilan bu bizning ras ayat yuz berayotgan bir 40-yilligimizni tilga olgan davlatlarga qarshi ishiltadigan bir qalqon bo'ldi hozir Xitoy tarafga. Mandaqcha aytganda Uyg'ur genosid, Uyg'ur 40-yillik degan narsa nimadan chiqib qoldi. Bunun yana bir narsasi, şu yana bir sebebi Palestin'de buluvatgan ishni ekranda bütün dünya ko'rib turibdi. Şərqi Türkistan'da bo'lgan ishni unda ko'rib turanmidi. Shuning uchun hozir bu davlatlarning bizni qo'llamaslik yoki qo'lladi degan gap, ya'ni qo'llamaslikdan sirt bizning bir qon to'kilayotgan bir ishni başqa birisinin cinayetini ahlaş üçün bizning ishimizni o'yinchoq qilib qalqon qilib oldimi degan savol bor. Chunki bu bizning meselemiz, unda qalqon qilsa biz uni ko'tarolmaymiz. O kelgan neyzini qilishning darbasini bizning bu qalqon sunib ketadi, bu xalqaro masalalarda qalqon qilib ishlatsa. Amaliyotda shu Amerikaga yoki boshqalarga buni bizning siyosatchilarimiz ochiq deyish kerak. Nimaning keynida. Ma bizni bunda ishlatma. Mesela yani siyasi talep, mesela Şərqi Türkistan'ı işgal qilgan zimin deb tonu dese bugün tonumaydı. Mümkün emas. Çünkü onu bugün tonusa Xitoy bilan urushchi oldu degan gapni men 4-5 yilning oldi dedim. Hozir tex uya kemmidi. Ama hozir boshqalardan talep qiladigan narsamiz nima bo'lishi kerak hozirgi nimada? Mesela birincisi Uyg'urlarning ishchiligi Xitoy ishlaydiganlarni tutib deyishimiz kerak. Bunu qila oladi. Hazır bizim vatanımızı Şərqi Türkistan deb qanun çıqıramızmı? Ama bunu qila oladi. Ondan keyin biz Uyg'urlarga, Şərqi Türkistanlıqlarga bir ümid be degan shaklda şu mesela Tayland turmushdagilarninki degandek masalalarini konkret masalalarni belgash biz strategiya nuqtasidan Şərqi Türkistan qanday bo'ldi degan narsani ishtirishimiz lozim. Unda qilmasak, yani bu hazır baş yok, mini yok, tutulan kol yügrep aldığı çıktı vatıdı. Bunda olsa sizinki şu sözlerinizde mutlak bir yekten çıkardım tutup katamı eğer hatta bu söz şüphesiniz oldu, yani üçüncü şüphesiniz oldu. Biz birine devletlerine karab kalmayın, münasebet ondan artışacak tutumumuzda kalıp davasını. Nurulgan devletlerle bile hemkarlaşmamız gerek. Diyen bir məna çıktı. Bu şimdi bir siyaset stratejiye tutulduğu bir çönüşmeyen olsun. Neymiş için biz bu devletlerle hemkarlaşmamız gerek. Böyle devlete karab kalmasımız gerek. Hem bizden Şərqi Türkistan mustaqillik davasında qaysı devletlere gerek. Endi qaysi davlatlar bekerek mühim bu yerde ochiq yerde deyish qanchalik to'g'ri bo'ldi bilmayman, ammo hozirgi narsa nima uchun biz birdinchi davlat tarafga tang turishimiz kerak deganda, Xitoylar kommunist vaqtida bizni sovetlar qo'lladı. Xitoylar millatchi vaqtida bizni sovetlar qo'lladi. Amerika bizning dushmanimiz bo'lgan Komindanga tishi tirnog'igacha qurollandi deydilar. Biz urushdi. Ammo Xitoyda shunday bir rejim o'zgargandi, millatchi Xitoy yiqilib, uning o'rniga kommunist Xitoy chiqqandi. Şu aman bizni qo'llagan ruslar bizni satdi, o ruslar. Şu aman Amerikaning bizda bir Şərqi Türkistan islom davlati qurg'isi kelib ketdi. Aburum bizning mustaqilligimizga qarshi dushmanimizni qurollantirayotganlar bir kechada bizga islom davlati qurib bergisi kelib ketdi. Yani nima? Mangulik do'st yo'q, mangulik dushman yo'q, mangulik menfaat var. Siyasi konjektür almashqa vaqtida
burun bizning dushmanlarimizni qo'llagan davlatlar biz tarafga o'tib ketadi, bizni qo'llashi mumkin. Bizni hozirgacha Uyg'urlarni qo'llagan davlat yo'q-ku, qo'llaganda ko'ringan davlatlar bo'lsa bizni shu hamon setib o'tishi mumkin. Bu tarixda bo'ldi. Endi buningdan ortiq bo'lamdi ya'ni. Shuning uchun men bunda bir narsani so'ray, bunda bir narsani chiqarib qo'yay. Bir strategiyachilar, bir tadqiqotchilar bir o'ylab yiqinglar. Xitoy millatchi vaqtida Sovetlar bizni qo'lladi, Ruslar, kommunistlar, Amerika bizga qarshi Gomindangni qurollantirdi. Xitoyda bir rejim o'zgardi, kommunizm chiqdi. Amerika bizda davlat qurg'isi kelib ketdi. Sovetlar bizni satdi, Xitoy bilan bir bo'ldi. Budachu Xitoy bir demokratiyalashish uchun. Bugun bizni qo'llamagan Rossiya bizni qo'llab, Amerika yana Xitoy demokratik Xitoyni Gomindangni qurollantirganda ularni qurollantirib bizni bostirish ehtimoli bormi? Ya bu tarix deganda natija bir dars chiqarish kerak yani. Xitoy demokratiyalashsa nim bo'ladi? Xitoy demokratiyalashsa Amerikaning Osiyodagi eng chong ittifoqdoshi kim bo'ladi? Shuning uchun bu bizga demokratiya kerak. Avval demokratiya ilib-ilibla anadagi mustaqillik qilamiz deb Amerikaning NED'ning puli bilan harakat qilayotganlar amaliyotda bu millatning hozir qirg'inchilikdan qolgan oxirgi qismining biroq kesin o'limga ketyapti yoki undaq emasmi? Buni strategiya, ya'ni rasmiy vijdonliq qalamini satmagan strategiyachilardan so'rash kerak. Yo'q, $200 ga o'zini sotadiganlardan emas. Xo'sh. Bugungi masalan shu bizniki diasporada muhojirlarda davomli shu kishilik huquq davosini, avtonomiya davosini qilayotganlardan Sharq Turkiston mustaqillik davosini qilayotganlar. Nima uchun bir-biringlardan daim qolsizlar? Birlashsanglar bo'lmadi deydi. Mushundir siz siyosat strategiya nuqtasida to'g'ri xatoligini tushuntirib berasiz. Buni kim deydi? Chet elliklardanmi, Uyg'urlarmi? Uyg'urlar mashlaq deydi, chet elliklar mashlaq deydi. Chet elliklarniki mashlaq deyishi balki ma'nimizni bir yerga akilib bir kuchlar boshqacha bo'lishi mumkin, ammo xalqimizning ko'z qarashi qanday muhim emasmi? Ashlangan deganlar buningda chet elliklarning deyishi ikki xil bo'ldi. Birsi rasmiy ayada bir qirg'inchilik bo'lgandan keyin birlashmamizlar deb bizning ichki ishlarimizni bilmaydiganlar bir xil umidvor shaklda bunda deydi. Yana birsi siz degandek bo'lishi mumkin. Hammani bir tog'aga qachilab, og'zini chigib men tutaman deyishi mumkin. Endi Uyg'urlarning bundaq deyishi meningcha buni o'tgan 5 yilning yog'i bu bo'lingan, ya'ni bizning nima ishlar bo'lganini bildigan odam bunday gapni qilmaydi deb o'ylayman. Agar yana shunday qilgan bo'lsa bu yo yag'anda uxlab qolganlarchu yag'andan. Endi shundaqdimi? Buni siz so'ragan ekansiz, buning bir javobini berib o'tay. Sharqiy Turkistonliklarning qancha ko'p tarafda nimasi bo'lsa, shuncha yaxshi. Ya'ni iqimlari 5, 6, 7, 8 iqimlari bo'lsa, shuncha yaxshi. Uning ichida Sharq Turkiston mustaqillik deganlari kelishib, hamkorlashib, birga pas chiqara oladigan yerda pas chiqasi bo'ladi. Hammasi bir xil bo'lsa, bir yer qaltining ichiga qachilinib qolsa, shu tashkilotning beshidagi 5 odamni setilsa, butun millat ketadi. Shuning uchun o'xshamaydigan bo'lishi kerak. Yana bir o'xshamaydigan deganda yana bir narsa kelib qoldi gap. Ma yaqinda Fransiyada sekular yoshlar, sekular Uyg'ur yoshlar qurultiyi deb bir yig'ilish bo'libdi. Masalan, buni u yerda nimani xato ishiltirgan men yozsam nima qildim? Mishadaga ruxsat qilsangiz men bir narsani ekran bir ko'zda o'tib ketsam. Ya'ni bu sekular yoshlar degan oldinda hukm xato. Hukmda bu qurultayning xarakterini ko'rsatadi, odamni ko'rsatmaslik kerak. Masalan, qarindoshlarim, mushuningda Facebookda yo'q hisobning kayniga o'tilib oqsoqollik qildiganlar aka. Bu eng oddiy vocabulary.com, ya'ni eng oddiy. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, sekular degan nim degan gap deganda hatto butun ekranga beralsak, sekular degan gap religious bo'lmagan, dindan xoli bo'lgan odamlar bo'lsa, dindan xoli ya dinga ishonmaydigan odamlar bo'lsa,
undaqlarni ateist yoki agnostik deb ataymiz. Ateist degan dinga ishonmaydigan, dinsiz degan gap, Allohga ishonmaydi yo yaratquchiga ishonmaydi. Agnostik degan yaratquchi Xudo bormi, yo'qmi, ini qaror berolmagan odamni agnostik deydi. Shuning uchun odamlarni tasvirlaganda, dindan xoli odamlarni tasvirlaganda ya agnostik deymiz, ya ateist deymiz. Ayak yezib qo'ygandak odamlarni buni qilamiz. Ammo narsalarni, shaylarni, activity, voqealarni yoki pozitsiyani, yoki davlatni, yoki nimani, jamiyatni so'zliga yoki dunyoni demoqchi bo'lsak, sekularni ishlatamiz. Bu eng oddiy vocabulary degan narsadagi gap. Ya'ni bu. Hamda ikkinchisi Angliyaning Cambridge universitetining bu so'zga bega aniqlamsig'imi, qanday ishlatilishiga qarasimi, kundulik turmushdagi voqealar, jamiyat degan narsalarga ishlatadi. Ishlatilish shakli secular education, yani secular ma'rif, secular davlat. Ya'ni insonni sekular demaymiz, insonni ateist deymiz yoki agnostik deymiz. Vaqa, davlat, jamiyat deganlarni sekular deymiz. Bir odam o'xshash vaqtda dindor bo'libmi, yana sekular bo'la oladi. Masalan, bir musulmon, amerikalik bir xristian o'xshash vaqtda davlatning din bilan siyosatni ayirib, cherkovning boshqarishiga qarshi tursa, davlat bilan cherkovning ayrilish tarafdori bo'lsa, bu xristian dindor odammi sekular bo'la oladi. Ya'ni sekularchi yoki sekularist bo'la oladi. Ammo bu sekular deb bir odamni sekular deb, uningdan uninga ateist va agnostiklar aralashtirib, sekular odamning hammasi dinsiz desak, bu qip-qiziq qarqosoqliklar ish bo'ladi. Buni Turkiyada nəhayət xata işlətdi. Siyasi hukmlarni bekçi xata işlətdi. Siyasi hukmlarda mesela Türkiye'de bir çıkıp dedi, ben layık biriyim. Yo sen layık, yani ben seküler biriyim demekçi. Sen seküler bir seme, sen sekülerçi, sekülerist. Eğer de sen dingi işensen, sen sekülerist bulalaysa. Ama sen dingi işenmesen, hem seküler ama dindar mı bulmaysa, dinsiz olsa onu ateist deyimiz. Ya ki agnostik deyimiz. Şunun için bu Fransiyada kurulgan bu çakırılgan seküler yaşlar kurultuyu degen neyse, u yerdeki yaşlar seküler olmaydı. Kurultayının karakteri seküler oldu. Bunu bir düşündürey. Sap dinsizlik bir şey yaptı diyeyimse. Dinsizlik kelgen bulsa, bir ateist yaşlar kurultuyu, ya dünya Uygur ateist ya agnostik yaşlar kurultuyu disimi buludu. Emdi hazır siz degendek sualığa bunu qaytırıp ekelsem, o'xshamaydigan taraflarning qanchajik chiqqini, o'xshamaydigan taraflarning. Amaliyotda bu nimaninki, kurashninki boyligi. Masalan, bu sekular yoshlar qurultiyi deganda qo'llashingizning hojati yo'q, yaxshi ko'rishingizning hojati yo'q. Ya'ni ko'rmanlarga da'atmi. Masalan, shaxsan menmi qo'shilmasligim mumkin, masalan, u yerda so'zlashilgan temalarga. Menmi yoqtirmasligim mumkin. Ammo bir so'z bor. Türkçe'de tahammül etse deydi. İngilizce'de you need to tolerate it. Tolerance degen narsa var. Yani sen bununla Türkçe tahammül gösteriş gerek. Yani umu bir cemiyetning, mayli siyasi arenaning olsun yoki ijtimoiy jamiyatning olsun, bir millatning ichida har xil odam bo'ldi. Shu har xillar bilan qanday qilib bir tinch birga yashayolamiz bir-birimiz bilan. Ya hürmet qilishingizdan hojati yo'q. You need to respect deydigan shu. Birisining ko'z qarashini, ideyasini hurmat qilmaysiz. Ammo, masalan, birisi deylik, 6 yoshlik yo 5 yoshlik bir qiz bolani urdi bir cho'ng odam, o'lgidek dumbalab etdi. Buni hurmat qilmaymiz uning qarashini. Ammo nimani qilamiz? Ma bu sekular yoshlar qurultaydi nimani qilamiz? Ularning mavjudligini aramizda tolerate qilamiz. Ya mavjudiyatini qabul qilamiz ve qanday qilib birga tinch bir jamiyat bo'lib yashashni o'rganamiz. Ammo ularni yaxshi ko'rib, qo'llab yoki nima qilishingizdan hojat yo'q. Shunga ko'p xillik yaxshi, bu sekular yoshlar qurultiyi degan narsaning chiqqandan, ya'ni chiqishi normal. Uni qandaydir cho'maka saqib nima qilishni hojat yo'q. Bu butun jamiyatlar ma'lum darajada taraqqiy qilgan vaqtida chiqadi. Faqat bizning ko'z tutgan narsamiz respect emas, hurmat emas. Tolerance. Mevcutluğunu
tahammül qilamiz, qabul qilamiz va qanday qilib billa hatto munozara qilishimiz mumkin ba'zi temalarda, ammo qanday qilib peacefully coexist billa bir jamiyat bo'lib qanday billa mavjud bo'lamiz. Buni o'rganishimiz kerak. Hazır yana bir bulgu qo'zg'algan masalamizdan biz 3-4 yildan yaqin bu Sharq Turkistonda boshqa mustaqil tashkilotlar tarafından o'sha indigenous doklad masalasida yoki Uyg'urlarni Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asallik millatlar ko'z qilmoqda bu tashkilotlar tarafından to'planmaysiz. Bu kişilikni hukumatdan qilindi. Shundaqla ba'zan yo'nalishlarni ba'zan o'zgarishlarni qo'ygan bo'ldik. Ammo ba'zan bir qism yondashimizdagi aşınlar qaramay tashlayotgan bo'lsanglar, o'z oldiga ish qilgan bo'lsanglar, ularni o'z oldiga mas'ullar degan shaklda shunday tashkilotlarning yengayotgan yo'lini o'zlari qo'yib berish bilan Sharq Turkiston mustaqillik davosida to'sov bo'layotgan ikki to'g'ri azarga tushuntirgan bo'lsangiz. Ya bu Sharq Turkistonliklarni indigenous qilish bu o'xshamaydigan yo'l demash emas, bu xoinlik bu. Bunu deb bo'ldik ya, buni yillardan beri so'zladik. Bu xoinlik, bu bir millatning xalqaro qonun bo'yicha uni ichibmi ko'rsatdik 3-4 moddalar deb indigenous people qilish bir millatning birinchisi tarixini inkor qilish, ikkinchisi mustaqillik yo'lini kesib o'tadigan ish bu. Bu bir xoinlik. Shuning uchun bunda xoinliklar chiqqan vaqtida, ko'rilgan vaqtida albatta butun hammadan qarshilik bildirish kerak bunga. Çünkü sen mi o'zing bilganni qil, men mi o'zim bilganni qil degan bilan, ya'ni ikki tarafdan berib kirdigan ishxona o'xshash. Kirdigan chet ellikning ishxonasi o'xshash. Ya Amerikaning tashqi ishlar ministrligidan 5 yo'q, birsi bor. Hamma davlatning birsi bor tashqi ishlar ministrligidan. Kirdigan yer o'xshash. U yerga Sharq Turkistonga mustaqillik deganlar kirishdan burun kirib, biz assalliq Xitoy demokratiya usulidir, biz indigenous degan bu xatolik emas, ba'zida bir xatoligini tutib olib deydi. Xatolik degan boshqa narsa, xoinlik boshqa narsa, bu ikkisining farqi bor. Shuning uchun tashkilotlar biz indigenous yoki Sharq Turkistonning mustaqilligini to'saydigan, sotadigan ishni qilmasa, o'zing ishini qilsa bo'ldi. Ammo unda ishni qilsa, uni xalqning oldiga chiqib, xalqqa ko'z tush tashkilotlarning shaxsan mening mecburiyetim o. Burada bir soru kalan bu gibi. Mesela teşkilatlar öz aldığı özün sözünün siyasını, stratejisini bekirken takdirde ama yanıla birbirinin yolu tutsağı bulduğun yakınız tesir köz tayfaları. Autonomiye yollarına Avaz ahır kesilip etti. Meyli qaysi yo'llangan bo'lsa, tashkilotlar o'zaro yana bir-birining yo'lida kesishib qolgan, bir-biri ta'sir ko'rsatgan. Sizdan so'raydigan bir savolim, shu tashkilotlarning hammasi o'xshash bir strategiya ostiga tushib, ma'nolash ehtimoliga bormi? Agar ma'nolash ehtimoli bo'lmasa, bir-birining yo'lini to'smaslik uchun biz qanday tashkilotlar to'g'risida siyosat o'ynashni bilishimiz kerak. Undaq mağalaydigan aslida hamma o'xshamaydigan taraflar yaning tegidan bir-birisi bilan hamkorlashmayish kerak. Ammo bizda sol tarafning beshi kechirishlar, sol tarafning beshida xoinlik yer. Xoinlik bor edi. Uni o'zlari için tozalash kerak. Men buni 3 yil burun degandim. Ya bu qurultay o'zini tozalaydi yoki xalqning nazarida sesib tugaydi oxirsida degandim. Bugün yerimcan bo'lib o'tadi. Yana davomli cho'kadi agar ishni tozlamasa. Uningdagi ikkinchisi bu xoinlikdan sirt, işte siyosiy jihatdan bir taraf tang yana tegidan paslaşanmasının sebebi siyosiy seviye yok adamlarda. Mesela bir adam bilan bir yerde bir münazirni qilishib qolsangiz, o mangulik düşmansiz, ya'ni psixologik masala ig'ir bizning adamlarda. Ameliyatda bir yer so'qishib qolsangizmi, tepishib qolsangizmi, chanishib qolsangizmi, vatan uchun men siyosat qilman degan odam yepiq kanallarni har vaqt ochiq tutadi. Agar xoinlik bo'lmasa. Shuning uchun bizda asli shunday qilish kerak. O'xshamaydigan butun hamma taraflar yaning tegidan tilini bir qilish kerak. Lekin bu bizning odamlarning eng muhim yana bir narsa azalligidan, tashkilotlarning beshidagilarning $5,000 adamni ko'mdiq $500 adamni bo'lganlar uchun
kichikina pulni deb ammo men pul verdim, shu pulni boshqalar olsa bo'lmaydi deb to'sab qizg'inib yo'l kesishlar bilan uningdagi siyosatning nimaligini bilmasligi bilan, siyosiy ong, sapa degan narsaning nimaligini bilmasligi bilan biz buni qilolmaydi ekanmiz. Aslida bütün chet elga o'xshamaydigan 5-6 iqlim shakllangan bo'lsa, hammasi yanadigidan tilni bir qilish kerak. Xoyillardan boshqa. Ammo uni qilolmaydi ekan, chunki odamlar bek azanka kilovatgan pulni bilinib qolamki deydigan ish chiqadiki, undan keyin siyosiy sapa bizda hozirgi davrda 33-yildagi siyosiy rahbarlardagi sapaning 50'de biri hozirgi adamlarda yo'q ekan. Da olsa, bu şey bir analizin çünkü vaqt burası biz buramız başlaşmış buluruz. Önümüzde bir sıkıntılar var. Siyasette ilgili hizmet kılış için aktivizm qanday qilishimiz kerak, to'g'ri strategiyamizni bo'lish kerak, to'g'ri siyosatimiz bo'lish kerak. Sharqiy Turkistonliklar mustaqil bo'lamiz desa, bu ishning bilimini o'rgangan odamlar, tarixchilar, jamiyatshunoslar, siyosatshunoslar, xalqaro munosabatlardagi strategiyachilar vatani uchun o'ltirib haqiqiy bir beshini qatirib bu ishning nimasini shakllantirish kerak, asosini. Ham bu yerda hozirgacha bo'lingan narsalarni yana ichishning hojati yo'q, ammo buni shakllantirib, shuningga qarata siyosatlar tuzilishi kerak. Birinchi siyosat shu, birinchi tuziladigan narsa tarixdan abay deganimizdek, bir davlat menga pul berdi, bu davlat Uyg'urlarni qo'llayotdi deb o'ylasak, yaman azan setlib ketamiz. Bak azan tugab ketadi bu ish. Chunki hech kim texi bizni qo'llag'ini yo'q. Qo'llash degan Ukrainani qo'llagandek bo'ladi. Qo'llash degan Sharq Temurni qo'llagandek bo'ladi. Shuning uchun biz yana Bosniya jihalan sanmashdimda bo'ldi qilay qo'llash degan ashta bo'ladi. Hatto Sharq Temurda qurollik qo'llamagan tinish yo'li bilan Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishiga yordam bergan davlatlar. Şuna bizni texi bir devlet qo'llash yo'q. Sharq Turkistonliklarning o'zining aciz bo'lishida, bunun aciz bo'lishi va hamma tarafni, ya'ni davlatlarning hammasini yaxshi analiz qilmaganligi, ikkinchisi shu davlatlarningki hozir Xitoy bilan bo'lgan kelgan yeri texi Uyg'urlarni qo'llaydigan yeriga kamidi bu. Tashqi jihatdan ozroq masala bor. Ama en asaslı işki cihetten Sharq Turkistonliklar tayyor bo'lanmadi. Shuning uchun bizni agar peqirtib tashlab etmasin desek, en oxirgi bir qancha yilimiz qoldi, biz beshimizni silkib o'tishimiz kerak. Bo'lmasa Sharq Turkistonliklarning kelgusida bag'ansir umid azladi. Agar xalqingiz yana bir narsani qo'shib qo'yaymish, agar jo'g'rafiya to'g'riliq. Bundaq o'ltirib bir o'ylaylik qarindoshlarim. Sharq Turkistonning xaritasini qo'yaylik, 3D xaritasini Nuriddin Begmi bir ko'rsatdi bizning programmada. Men bir rasm qilib chiqarib qo'ydim Facebookga. Sharq Turkistonning atrofidagi shu O'rta Osiyo deb atalgan Turkiston jo'grafiyasining va Sharq Turkistonning o'rniga qaraylik. Bizni qo'llaydigan davlatlar, masalan deydi, Amerika askar deganni tashlab bizni mustaqil qilib o'tdi degan bir mutaxassis va Amerikada. Burunqi Amerika Uyg'ur jamiyatining raisi bo'lgan birisi. Nereden ekip taşlıyordu bu coğrafyaya askerni? Nereden kildi? Denizden Pakistan'dan kilemdi, Hindistan'dan kilemdi, Afganistan'dan kileldi, Afganistan'ı taşlap çıkarttı Amerikalılar. İran'dan kilemdi, Kazakistan'dan kilemdi, Rusya'dan kilemdi. Nereden kilip sana yardım kıldı bu coğrafyada? Amerika ya ki garip devletleri. Nereden kildi yardımga? Coğrafyaga xaritini tutib o'tasa, shu o'zining davlatgan gaplarining nima gap ekanligini tushunadi xaritaga yaxshi qarasa. Shuning uchun gapning xulosasi bir shaxsga ishlash qilishga bo'lmaydi. Shaxsdan shaxsga sakrashni bilish kerak, o'zining manfaatini bilish kerak. Har qaysi davlatlarning manfaatini bilish kerak. Qaysi davlatning manfaati Sharq Turkistonning mustaqilligiga uyg'un kelgusida. Xitoy yana bir narsa
Bugünkü dünya sistemisi yıkılmay turup müstakil bulunsak bir narsani unutmaylı. İşgal qilib turgan çoğun devlet o'zi qilib qilib uningdan bir rayonni yoki bir ishg'olda qolgan bir yerni arib chiqish bugungi dunyo sistemasi uni tonimaydi. Bugungi dunyo sistemasida mustaqil bo'lgan davlatlarga qaraydigan bo'lsak, shu nimaninki davlatninki yiqilishi kerak. Param-parcha bo'lgan vaqtida ichidan chachrab chiqish kerak. Ammo o'xshash davlat, o'xshash rejim turib, sen ama bir bölgeni arib mustaqil qilibimiz, ya'ni bo'linib chiqish chiqqan davlatni mustaqil davlatda bugungi sistemi, dunyo sistemisida uni mustaqil davlat deb ko'tarib chiqish nihoyat tez. Çöküş gerek ha devlet. Xitoyning çöküşünü kim xohlaydi? Yiqilishini. Ashani o'ylash kerak. Rahmat. Rahmat sizga. Büyük yana bu her zaman her problem gerçekten. Büyük temalar teknik arkadaşlar. Özellikle bu ayrım. Ama biz aklımızda bu ayrımları çözümle yaşamamız gereken siyasi strateji yapalım. Vaktin nasibından aklaşılan bu. Eğer bugünkü zülfetin bir değil ama Allah bir çıkmaya falan olsa arkadaşlar yanı kayda da olursa kötüden insanlar eğer kötü insanlar bizden kayda olacak. Ahırda ben de Yunus'la diğer hakkında bildiğime diğer olsadan ekranı hoş geldiniz. Müşükün çıkarıp bu sürprizi karşılamamızda yandır. Her görevler